Jasur aka, buvimning yoshlari 86 da nuqul og'izlari qurishdan shikoyat qiladilar. O'zi nima uchun og'iz quriydi? Shu haqida ozroq ma'lumot bera olasizmi? Og'iz qurishi 60 yoshdan katta insonlarda ko'p uchraydi. Buni asosiy sabablaridan biri bu o'sha ularni iste'mol qiladigan dori vositalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'pincha yosh katta insonlar o'sha davleniyaga ta'sir ko'rsatuvchi yoki qandaydir kasalliklarni oldini oluvchi dorilarni ichish sababli bu narsa so'lakni ishlash faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi va so'lak kam ishlab chiqaradi. Bundan tashqari yana nima sababdan bo'lishi mumkin? Bu ko'pincha onkologik kasalliklarda, ya'ni har xil o'sma kasalliklarda nur olgan bemorlarda bu so'lak bezini aktivligini pasaytirib qo'yadi, so'lak kam ishlab chiqarishni boshlaydi. Shu sababdan ham bo'lishi mumkin. Yana boshqa bir sabablardan biri bu so'lakni shamollashi, ya'ni selodini deyiladi. So'lak bezini shamollash hisoblanadi. O'sha so'lak bezi yallig'lanishida, shamollashida, uni hajmi kattalashadi va uni so'lak ajralib chiqarish miqdori kamayadi. Mana shu holatlarda ham kuzatilishi mumkin. Yana so'lak yo'llarida toshlarni paydo bo'lishi, bu o'sha so'lak chiqishini kamaytirishga olib kelishi mumkin. Shu sababdan og'iz bo'shlig'ini so'lagini kamayishi kuzatiladi va uni konsistensiyasi o'zgaradi, ya'ni quyuqlashib boradi. Shu narsalarning hisobiga ham kelib chiqishi mumkin.